Payg'ambar alayhissalom hadislari borki, modomiki musulmon odam qarindosh urug'chilikni uzish, gunoh, jinoyat ishlariga duo qilmasa va modomiki shashilib duoim ijobat bo'lmayapti demasa, albatta duosi ijobat bo'ladi deganlar. Yo bu dunyoda, yo narigi dunyoda. Bu dunyodagisi so'ralgan narsa beriladi. Kimdir 47 yil oldin hajni so'ragan, o'tgan yili bordi, yoki 26 da ro'yxatdan o'tdi. 47 yil bo'ldi so'raganiga. Misol demoqchiman. Duo o'rnida beriladi yo kechiktirib beriladi. Uchinchisi, bu dunyoda umuman berilmaydi, qiyomatda beriladi. Nima beriladi endi? Men bu dunyoda o'g'il so'radim, bermadi. Bu dunyoda endi qandoq beradi o'g'ilni desa, yo'q, endi u narsa berilmaydi. Duo ibodat deyilganmi? Ad-du'a huval ibadatu degan hadis bormi? Ha, bor. Duo bu ibodatdir deyildimi? Ha, ibodat. Biz duo qildik, ijobat bo'lmadi, lekin ibodat qildikmi? Qiyomat kunida ijobat bo'lmay qolgan duoga shunaqangi ajrlar, savoblar berilar ekanki, bandalar aytar ekan, qaniydi birorta duoim ijobat bo'lmaganda edi, qiyomatda zo'r savob olardim. Bu degani qilaveraylik duo. Rolda bilsa bet ushab ketyapmiz. Ey Xudo, anu 03 migalkani yoqib bosib ketdi. Ey Xudo, shifo ber. Pajarni migalkani yoqib chiyillatib o'tib ketdi. Ey Xudo, eson ulgib borsin, hech kim o'lmasin, moli kuymasin, ilohim o'chirib olsin. Mana shu duo. Uni tanimaysiz, kim u, hatto 3 minutdan keyin uni duo qilganingiz ham esdan chiqadi. U umuman rahmat ham aytmaydi. Mana shu duo Rasululloh aytganlar 100% ijobat deganlar. G'oyibona bildirmasdan qilingan duolar ijobat, musofirni duosi ijobat, ota-onani farzandini haqqiga qilgan duosi ijobat deyilgan. Shuning uchun bir-birimizni duoyimizni bildirmay qilaveraylik. Chaqar uyda egasini deydi duo payti. Eng katta xato shu. Ya'ni mahallani ustalari, oqsoqollari bor. To'xtab turing deydi. Desa uyda egasi kelsin deydi. Ey, sen bu domsavetni ishlat. U nabarot kemasin u. U nabarot kemasin, bizni duoyimizni eshitmasin u nabarot. Xuddi bu duo rasmiyatchilik bir kinolardagi narsaga o'xshab qolgan. Kesin u ko'rsin, u eshitsin. Nimani? Shto biz uni duo qilyapmiz. Yo'q, chaqirmaylar. O'shunaqa mahalladagilar bilib olinglar shuni. Chaqiring, ani to'xtab turing deb qo'y. Oldingizga stolga o'tkazib qo'yadi. Keyin u kishi haqlariga duo bo'ladi. U samimiy bo'lishi juda ham qiyin masala ekan.